Qarang, boshqa farzandlari ham bor, lekin shu farzandiga xotinlarini gapiga kirib bir hadyani beryapti. Boshqasi bexabar. Rasululloh nima dedi? Bu zulm dedilar. Men bunga guvoh bo'lmayman dedilar. Ana azizlar, me'yorni qanday saqlashimiz kerak ekan? Bitta farzandi yaxshi ko'rib olib, har deb unga iltifot qilib, yo mol dunyosi bo'lsa, bitta o'shanga ilinmas ekanmiz. Barobar farzandlar o'rtasida taqsimot qilinar ekan. Inson tabiatida bor ekan shu narsa, lekin tabiatni din bilan isloh qilinadi. Yo'q, menda shunaqa desa, u banda u yaxshi inson bo'lmaydi. Farzandlarning o'rtasida adolat qilishligini Alloh va Rasuli amr qiladi. Fattaqulloha wa'dilu bayna auladikum dedi Rasululloh. Allohdan qo'rqinglar, farzandlaringiz o'rtasida adolat qilinglar deydi. Demak, farzandlarimizga bir iltifot ko'rsatishmi, bir hadiya berishmi, uni erkalash borasida bo'ladimi? Mana shunda adolat qilishligini dinimiz buyuradi.